Assalomu alaykum, Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan garantiyasi bor temir xorilar, firmalar, bundan tashqari tom yopish xizmatini yoritib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Kamintern qishlog'idan bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, bu yerda 100% konteynerda profillaridan, logosidan ishlatishadi va garantiyali tom yopishib berishadi. Xo'sh, bu yerda xohlasangiz 10 metrlik, xohlasangiz 20 metrlik, xohlasangiz uzunligi 32 metrgacha bez ustun turadigan temir firmalar to'qishib olib borib o'rnashtirib berishadi. Undan tashqari mana bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'proq o'sha nima deydi, uylarga olishadi, keyin yana o'sha naveslardagi chekkasiga olishadi. Mana bunaqangi temir xorilarni ko'rib turibsizlar. Juda ham qalin materiallardan to'qishib xalqqa yetkazib berishyapti ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarning ishlariga garantiyalar bor. Pashti bir 7-8 yildan beri mana shu bilan shug'ullanadi. Ekranda nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Qani biz bo'lmasa narxni yoritib berishni boshladik. Qadrdonlar, birinchi mana shundan boshlaydigan bo'lsak, ya'ni temir xoridan ustakamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Ustaga qo'llaring dard ko'rmasin. Xudo xolasa ishlar davom etyapti. Xudo xolasa. Naveslar qurilyapti. Ha, qurilyapti. Kelishib qolsa, olib borib ustanovka qilib, tomini ham yopib beraverasizlar, ha? Gap yo'q. Noldan ham nima deydi? Stoykalarni tikib, sklad deydimi? Qanaqadir magazin deydimi? Quruq yer bo'lsa bo'ldi. Quruq yer bo'lsa bo'ldi. Akalarimiz chiroyli qilib o'sha xohlagan nimangizni, binongizni bitkazib berishaveradi. Ustaka, bularimiz temir xorilarimiz. Birinchi materiallarni aytib ketaylik. Bu aka 6x6 profil. 6x6. Qalinligi 307 stena bo'ladi. 307 stenka, ha. Buni o'sha 50 sm deyiladi. Buni qalinligi aka 4 stena bo'ladi. 4 mm bo'ladi. Bu 1 metrlar deyiladi. Mana esa yashaga, ha. Buni qalinligi buniki ham 4 stena bo'ladi. 4 mm da qalinlik bo'ladi. Bu X xorimiz aka bular. Buni X xori. Bular o'sha standart xori. Oddiy xorlar. Ha. Balandligi necha buni ustaga? 35 aka buni balandligi. 35. Ha, tushunarli. Hozirgi kundagi narxi. Xo'p, bulardagi narxi 170 mingdan, tepasida choki bo'lsa, har 2 metrda choki bo'lsa 170 mingdan. Ha, mana ko'rib turibsizlar qadrdonlar, pastida choki bo'lmaydi, spaloshnoy bo'ladi, har 2 metrda tepasidan choki bo'ladi. Bunimizning narxi arzonroq bo'ladi, ustaga. Arzonroq, 170 mingdan qilib beramiz. 170 ming so'mdan 1 metri. Bu o'sha o'zini ko'rib turibsizlar, zavodskiy gruntovka kraskasi bilan birga. Xo'sh, ustaka, endi agar menga choksiz 9 metr kerak bo'lsa qanchadan qilib berasiz? 200 mingdan qilib beramiz. 200 ming so'mdan. Ha. Agar yo'q, menga spaloshnoy 11.70 ga choksiz bo'lsin desangiz. 180 mingdan qilib beramiz. 180 ming so'mdan. 190 ming so'm varianti ham bormi? Bor. Qanaqa bo'ladi bunda? 190 liklar aka, mana 10 metrlar bitta choklar bo'ladi-yu. O'shalar 190. Teva tomonda 10 metrlik bitta chok bo'ladi. O'shalar 190 ming so'mdan. Xudo xolasa Bozor va biznes kanalidan chiqsa, yana ham chip-chipcha kelishtirib berasiz, xudo xolasa irimiga. Endi qoplashga qarab o'zingizga. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Buni misol necha metrlik ustaka mana shu? 13 metr aka, 13,5 metr. 13,5 metr mana bitta naves qilsalangan bo'laveradi ekan, ha? Bemalol ko'tarib turibdi. Ikkala chekkasida o'sha stulkasi bor. Bunimiz nimadan qilingan? Bu konteynerda eshik bozidan qilingan aka. Konteynerda eshik bozi. Ya'ni bu 6x6 ga qaraganda ham bu baquvvatroq bo'ladi. Ha, mana bitta qilingan aka, bu variant mana. Mana bitta tomoni konteynerda eshik bozi, bitta tomoni 6x6 profil. Bu ham ko'tarib turaveradi o'sha. Bu aka mana shu 10 metr bez ustunga qilinyapti. 10 metr bez ustunga. Ha. Bunimiz narxi qancha? Buning narxi 180 mingdan qilib beryapmiz 1 metr. 180 ming so'm 1 metr. Bu butun xoridan ham baquvvat chiqadi aka bu. Melarga lapak qo'yilamiz stiglarga. Albatta, plankasi bor. Plankasi bor. Tagi spaloshnoy bo'ladi. Mana har 240 dan, 230 dan 250 ta chaki bo'ladi. 250 ta chaki bo'ladi, lekin buni o'sha chiroyli qilib ustakalarimiz plankada yopib beradi. Agar mono holatda bo'lsa-chi? Bu holatda bo'lsa ham buni 170 mingdan qilib beraveramiz. 170 ming so'mdan, ya'ni arzonroq tushadi ekan, lekin baquvvat bo'ladi. Baquvvat aka, chaki borligi hisobiga arzon tushadi, lekin baquvvat firma chiqadi. Lekin baquvvat chiqadi. Ya'ni 6x6 ga qaraganda ham juda ham baquvvat chiqadi ekan. Mana живой nima deydi? Realniy rezultat deydimi? Odamlarning ko'ziga xunuk ko'rinadi, lekin baquvvat aka. Ha. Bunaqa strapilarni unga lagani qo'yib yuborsam bo'laveradi ekan. Ikkita lagani bitta turib 460 bo'ladi. 460 bo'ladi. 460 ga mana qo'yib yuborsalar bemalol shiferni ko'tarib turaveradi ekan. Xo'sh, endi buni tushuntirib berdik. Endi buni firmalarga o'tamiz, aka. Bo'ldi aka. O'zingiz o'sha 5x6 profil ishlab chiqarasiz? 5x4. Ha, 5x4. Ha. Profili ham bor, alohida sotaveradi. Bor aka. Qanchadan bo'lyapti metr? Profillar metrini 23 mingdan beryapmiz aka. 1 metr 23 ming so'mdan. Olib turib, buni xolasa o'sha uzunligi 15 metrgacha bez ustun turadigan firmaga olsa bo'laveradi. Xuddi bunga o'xshab. Xolasa 1 skat, xolasa 2 skat. Albatta. Xo'sh, bularimizni agar sizga to'qib ber deydigan bo'lsa, qanchadan qilib berasiz? 130 mingdan qilib beraman aka. 130 ming so'mdan 5x4 profildan qilingan, qalinligi. Qalinligi 2.2 stena aka. 2 shuna atrofida. Konteynerda orqalisidan qilinadi. Eshikdan ham qilasizlarmi? Yo'q, eshikdan faqat orqalisidan. Orqadan qilinadi. Faqat orqadan qiladi. O'sha uzunligi 15 metrgacha bemalol ko'tarib turadi. O'zini zavodskiy gruntovka kraskasi bilan birga, ya'ni yangi temirdan qilsangiz, masalan,
tumanda yomg'ir tegsa zanglashi mumkin, lekin buni xudo xolasa zang yo'q, unchalik bo'lmaydi. Bu ham zanglaydi jicha-picha. Mana svarka qilingan joylari, lekin qolgan joylari zanglamaydi. Usta aka, endi buni masalan arzonroq variant. Menga 10 metrgacha bez ustun qilib bering desa, unda ham 4 ga 4 dan qilib beramiz aka. 4 ga 4 profildan qilib beramiz. Uni aka 125 ming, 120 mingdan qo'yib yuboramiz. 120 ming so'mdan. Ya'ni shifer profinasi bilan bemalol ko'tarib turaveradi. O'zimizda 11.80 ga mekaniya qilingan o'sha 4 ga 4 dan bemalol ko'tarib turibdi 3 yildan beri. Xudo xolasa undan yog'i ham ko'taraveradi. Xo'sh, endi mana bunimiz nechiga necha? Necha? Bu aka, xo'sh, 5 kun profil aka, qanday deyish bor? Ish bozi, ha. Buni qalinligi aka 3.7 stena bo'ladi. 3.7 stenka, ha. Buni tagida xorisi bor aka. Mana shular tagida xorisi bor. Bu yerda tepalari sverka bo'lgan, endi bo'lar sverkasi. To'ntarib qo'ygansizlar. To'ntarib qo'ygan. Bularda aka 350 mingdan qilib beryapsiz, tagida xorisi bo'lsa. 350 ming so'm. Ha, 1 metr. Necha metrgacha ko'taradi endi? Buni 30 metr, 32 metrgacha behijolat qo'yiladi. Qo'ygansizlar, ha? Qo'yganmiz, qo'yganimizni aytyapmiz, qo'yganimizdan yiroqni aytganimiz yo'q. Tushunarli. Ya'ni akalarimiz qo'yishgan. Mana qadrdonlar bitganlari endi bu birinchi bitta tomondan yig'ishvoradi, ya'ni svarka qo'yadi arqa tomon. Keyin to'ntarish tomon tayyor turib mana bunaqangi planka qo'yib chiqadi. Har bittasiga tagiga ham, ustiga ham, shunday eshik bozi yana ham baquvvatroq bo'lishi uchun. Shunaqa. Xo'sh, 32 metrgacha bez usuntiradiganlar hamma yo'q material ichida faqat to'qib berishini o'zi 350 ming so'm. 350 ming so'm aka. Nastavka ustanovkasi alohida bo'ladi. Kelishilgan narxlarda qilib beramiz. Kelishilgan narxlarda qilib berishadi. Yo'q, menga 30 metrgacha desa ham mana xori kerak bo'ladimi? Kerak bo'ladi aka. Kerak bo'ladi. Necha metrgacha kerak? 25 metrgacha kerak bo'ladi. 25 metrdan keyin shart emas aka. Ha, значит 25 metrini qanchadan tayyorlab berasizlar? 230 mingdan tayyorlab beraman. 230 ming so'mdan faqat teva qismi bo'ladi. Albatta. 20 metrgacha bo'lsa-chi? 20 metrgacha bo'lsa aka, xo'sh, 190 mingdan qilib beramiz, faqat lagadan bo'ladi. Ha, uni ham varianti ko'p. Xolosa 6 ga 6, xolosa lagadan, agar ish bossangiz, ish bosdan qilib beraveradi. Albatta. 190 ming dedingiz lagadan? Lagadan 190 ming so'mdan. Ha, 32 metr deyapti, 25 ta, 20 metr deyapti, endi 15 metrga mana buni tavsiya beraverasiz. Ha, 5 ga 4. 5 ga 4 da tavsiya beraverar ekan. Keyin ustaga sizlarda masalan pusto yerda o'zini bo'lsa ham ko'rsating, ko'rsatsa bo'ldi, biz stoykalarni tiklab, yopib beraveramiz dedik. O'shanga ustunliklar bormi hozir? Bor aka, bor. Bo'ldi, o'tib ko'rsatagan bo'lmasa? Bo'ldi aka, naryoqda. Qadrdonlar, mana buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bularimiz ustoga qo'shqori. Qo'shqori bular aka. Ya'ni qayerga ishlatiladi bu? Buni aka regil o'rniga ishlatiladimi? Shunaqa asosan katta yuk turadigan joylarga ishlatiladi aka. Bo'ldi, misol uchun pilta bosib yuboraman deydi ruhli odam, keyin buni ustiga bir nimadir qurib ketaman deydi. Ha, ikkinchi etajni qilgan. Shunaqalarga aka bu qo'shqori bu. Tushunarli. Tevada ikkita xorini, ya'ni har 2 metrda bitta qilib qo'yilgan. Bular qanchadan ustaga metrlar? Bular metam 400 ming qilib beryapmiz aka. 400 ming so'm. Kraskasi ichida bo'ladimi? Yo'q, kraskasidan 410 ming so'mdan turib keladi. 10 ming so'm qo'shilib qoladi. Shino bali bir xil bo'lsin. Ajrab turmasin rangi desa, men chiroyli qilib o'sha kvadratiga 10 ming so'mdan, bo'lmasa metriga 10 ming so'mdan qo'shilib qoladi ekan. Bu ham o'sha qalinligini aytib ketamiz. Mana bular lagalik to'rlik bo'ladi. Mana bu 6 ga 6, 3.7 lik qalinlikda. Mana bu 1 metrlik a? 1 metrlik, bunda ham o'sha bu ham to'r bo'ladi. To'r bo'ladi. Stoykalarimiz nima bo'lar ekan? Katta binolarga. Ustunliklar a? Ha, ustunlik. Masalan, o'sha pusto yerni ko'rsatib, masalan, devorini profinasilda yoki konteynerda yoki sendvich panel qadiyman degan akalarimiz uchun yerda o'zini ko'rsatsalar, akalarimiz mana shunaqangi ustunlarni baquvvat qilib to'qishib, xorilarni to'qishib, chekkasiga ustiga o'sha nima firmalarni to'qishib, tomini yopib beraveradi. Xo'sh, bunimiz lagalikda ishlatilgan ekan. Lagalikda ishlatilgan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, nechiga nechi bu kvadrat? Xo'p, bu 40 ga 40 aka. 40 ga 40 ustunlik. Bunimiz metri. Bunimizni metri 260 ming so'mdan turib kelyapti aka. 260 ming so'm, kraskasi 270 ming kraskasi bilan. Kraskasi bilan 270 ming, agar bez kraska bo'ladigan bo'lsa 260 ming so'mdan. Ha, keyin masalan bularda masalan sendvich panel qilaman desa, o'sha konteynerda profillarni olib borib, baquvvat qatirib berilaveradi, xudo xolasa, bolgekada. Gap yo'q. Mana shu mehnatga ustagalarimizni like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysadan juda ham xursand bo'lib qolamiz. Mana kraska qilgan olib kirishyapti akalarimiz. Chiroyli qilib birinchi bitta shkurka qilinadi. Zampazlari to'kilib, u balgarka nimasi shkurka bo'riladi aka. Chiroyli qilib nima deydi? Kraska qilishadi ekan. Xo'sh, ustaga mana bu haligi 190 ming so'mlik a? Men o'zi narxini bilib qolibman. Ya'ni bu lagali qadrdonlar 230 bo'ladi laga. Qalinligi 4 mm, 1 metrini to'qib berish 190 ming. 190 ming so'mdan. Uzunligi 20 metrgacha. Uzun 20 metrgacha qo'yilaveradi aka. Bemalol ko'taraveradi ekan. Tushunarli. Agarda kraska qilib beringizsa 200 mingga to'g'ri kelib qoladimi? 215 ming. 210 ming. 210. Ha, buni kraska qilish 20 ming so'm. 20 ming. Metriga. Kraskasi ichida. Ha, kraskasi ichida qilib bersa. Lekin juda ham baquvvat bo'ladi ekan. Albatta aka, behisob 20 metr joyga bemalol qo'yib ish qilaveradi aka. Ha, buni ust orasini qancha masofaga qo'yadi? Xo'p, 2 metrdan 230, 3 metrgacha qo'yaveradi aka. Qo'yaveradi. Ha, masalan, nimaligiga bog'liqda? Joyiga qarab aka. Maslahat berasiz, aka, bunday qilsangiz yaxshi bo'ladi. Shunaqa, hali misol uchun lombas qilaman yoki bir qandaydir gipsokarton patolomatil qilaman deydiganlar ham qisqaroq qo'yadi. Sabab gipsokarton osilib ketmaslik boshqa nima. Yo'q, zo'r. Qadrdonlar, akalarimizda variantlar juda ham ko'p. Mana ko'rib turibsizlar.
Usta aka, bunimiz necha metrlikkacha qilib beramiz? 18 metrgacha qilib beramiz aka. Hozir bu necha metrlik? 16,5 metr. 16,5 metrlik. Mana shu 18 metrlik varianti, o'sha juda zo'r tushadi. Puli ham zo'r, o'zi ham. Puli ham yengil tushadi aka. Ha, endi buni materialini aytib o'tib ketamiz. Buni material aka konteynerda lagasini o'rtasidan bo'lingan, Ha, ugolniga. Ugolnik. Tagi 4 mm 4 buni qadaldiga. Buniki 6x6 profil, buni qadaldiga 3.7 aka. 3.7. Bunalarimiz eshaklari. Ular ham shu laganiki, yarim ugolniki. Ha, ugolniga. Ha, bularimiz metri qanchadan qilib berasiz? Ularni metri aka 160 ming so'mdan qilib beryapmiz shu kunda. 160 ming so'mdan shu kundagi. Ko'rib turibsizlar qadrdonlar, masalan, mana bundan qilib bersa 190 ming so'm 20 metrgacha javob. Mana bundan qilib beradigan bo'lsa, lagani bo'lishib tagi 6x6, ya'ni o'zini aytibman, hammasini o'zining joy-joyi bor. 18 metrgacha ko'taraveradi, narxi ham unga qaraganda arzonroq. Arzonroq aka, ha. 100 qancha dedik? 160 ming so'm. 160 ming so'mdan faqat o'sha ketyapti turgan materialni yasab berish ichida. Endi mashina to'g'ib yuklatib berish ichida bo'ladi, dastavka pulini berishadi. Ustaga xizmatlar butun O'zbekiston aka Osiyo bo'yicha desam bo'lmaydi, ammo O'zbekiston, shu Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston Markaziy Osiyo bo'yicha. Aloqaga chiqaverasizlar, dastavka ustunovkasi o'sha alohida kelishiladi. Olti tarafda obyekt bittimi? Bitta aka. Bittimi, xudo xolasa. Gap yo'q. Nimachi? Xorazmchi? Xorazm qilyapti. Qilyapti. Qirg'izda aka olib keldim, hozir Qirg'izga o'sha video qilib berasiz. Qirg'izistonga? Qirg'iziston o'ziga. Ha, xudo xolasa u tomonlarda ham. Endi to'g'ri tushunaqadirlar, har bitta obyektga borganimiz yo'q, shu 10 tadan bittasiga borishga harakat qilyapmiz. Xo'sh, shu mehnatga ustagalarimizni, nima mehnatini qadrlab bitta like bosib, shunaqangi naves qildiraman, tom yoptiraman. Shunaqangi temir xorlar kerak degan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysalar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan pastda ekranda nomerlari bo'ladi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Va albatta bozor va biznes kanalidan chiqdimsizlar, zakonilab ozgina bo'lsa ham masalan skidka qilib bersa, chep-chep foyda bo'lib qoladi. Mana lagaliklarda o'sha yamab ketish jarayonini ko'rsatib o'tib ketaman, ya'ni ustida mana bunaqangi ugolniklarni qo'yishib, har bittasini yamab ketishadi. Ya'ni juda ham baquvvat bo'ladi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Mana bu tomondan ko'rsatib qo'yaman. Mana har bittasida yamaq bor. Ya'ni stigi bor joyda albatta planka qo'yib yamashib ketishadi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Sizlarga rahmat. Salomat.